Yurtini unutyalgan kim var? Yalqın Rozi. Her qitim kitap ishkabimga qaragan chig'imda dunyoda birla xotin bar degan ko'p qismli kitap ko'zimga chiliqidi. Kitapning nomiga qarab ixtiyorsiz zo'qlanib ketaman. Dunyoda birla xotin bar degan mavzu nima degan chiroyli qo'yilgan-a? İç-içidən iftixarlıq hissiyatı urğub turadigan, xotelliklərinin g'ururini kuchlantirib, mas'uliyat tuyg'usini oshirib, yiltiz engini chingitadigan bu mavzu meni alohida jalb qiladi. Albatta, dunyoda tug'ilib o'sgan yurtini so'ymaydigan, yurtdoshlaridan suyunmaydigan odam bo'lmasi kerak. Ming yillar ilgari o'tgan İran shoiri Shayx Saidi Bo'ston nomli kitobining yozilish sabab haqida mundaq yozgan. Uzun zaman kezip yürdüm cahanni, aralaştım türlük adam ahliga. Qancha qamallardan nap aldım, cahan kezip iga boldum bahriga. Hech qayerda ko'rmadim men Shirozdek, odami xil mehri issiq yurtimni. Shayx Saidi g'arbda Misrdan, sharqda Qashqargacha bo'lgan yurtlarni ola qo'ymay degudek kezib chiqqan jahankazda darvish edi. O talay yurtlarını kezib, yeşi 40'dan aşqanda Bo'stonni yezib yurtdaşlarga sovg'a qilgan ekan. Onunğa yurtdaşları odamlarning sarxilidek, yurti eng mehri issiq makandek to'yilgan. Shayx Saidining yurtini va yurtdaşlarini bundaq ulug'lash hissiyatini ayibga buyrug'ila bo'lmaydi. Klassik adabiyot tariximizni varaqlaydigan bo'lsaqmi, Qashqarlik shoiri Gumnam Kashgar degan g'azalida Xotellik shoiri Navatti Xoten degan qasidasida o'z yurtini o'xshashla chunqur muhabbat bilan ulug'lagan. Gumnam yo pari, yo huri, yo bag'i iram yot aylamas, shahrini untar bo'lur har kim duchori Qashqar. deb yezib, Qashqarni kimki Qashqarga kelib qolsa, o'zining yurtini unutib ketadi. Jannat hur-pari deganlarini bo'lsa, astin chiqirib qo'yadi degandek ajoyib misralar bilan ulug'lagan. Navbati bo'lsa, Ravziga monat xiyol at xotanni, behishtin ziyoda misol at xotanni deb yezib, xotanni behishga o'xshash xiyol qil. Uni balki behishtinmi ziyoda deb bil degan so'zlar bilan ulug'lagan. Bugungi zamon adabiyot munbirimizga qaraydigan bo'lsak, o'z yurti haqida asar yozmagan biror adibni topmoqdasiz. Ular yurtiga bo'lgan suyunish hissiyotlarini yezishga, yurtini, yurtdoshlarini qadrlashga, ulardan faxrlanishga haqli albatta. Ona yurt adabiyoti degan adabiyotning paydo bo'lishi asossiz emas. Bir odamning yurtini qadrlash, yurtdoshlaridan suyunish hissiyoti inson tabiatiga o'rtaq tabiiy xususiyat. Yurtini suyish va seg'inish estetika masalasi, hargizmi ixtisosshunoslik masalasi emas. Yurtini suyish yoki seg'inishni mukofotlash ketmaydi, yoki bu jihatda boshqalar bilan musobaqaga tushishmi hojatsiz. Bir odamning yurtini suyishi uning tabiiy huquqi, ya'ni tug'ma haqqi. Bir odamning yurtini seg'inishi o'zlarining tarixi, o'zlarining ajdodlari va o'zlarining yiltizini seg'inishdir. İnsan tabiatini tushunishi to'van, insonning tabiiy huquqlarini bilishi yetarsiz bir qism odamlar yurtvozlik bilan yurtparvarlikning farqini bilmaydi. Shundoq bo'lg'achqa millati haqida so'zlagan kishini millatchi deb qalpoq kiydirib qo'ygandek, yurtini ta'riflab so'zlagan yoki yurti haqida asar yozgan kishini yurtvoz deb xato ayblaydigan ishlar ko'p ko'riladi. Shunga ba'zilar millati haqida gap qilsalar, millatchi otilib qoladigandek benormal andishida bo'lib, millatining manfaatiga munosabatli o'rinli gaplarni qilishdan nazar aylaydi. Ba'zilar yurti haqida bir narsa desalar, boshqalarning yurtvoz deb tushunib qilishidan andish qilib xuduksiraydi. Mana mushundoq benormal kayfiyatning ta'siri bilan gap qolmayli deb qo'rinib, so'zlashga tegishli gaplarni so'zlashga petinolmaydigan, yezishga tegishli narsalarni yezishga jur'at qila olmaydigan ahvol ko'rilyapti. Mushundoq sabablardan qilishga tegishli nurg'un ishlar qilinmay tashlanib qoldi.
Her halda yakınғы 5-10 yıldan buyan bu cəhətdeki xuduksiraş psixikisi bara acizlab, her qaysı yurtlardaki gayretlik, qabiliyetli kişiler özlerine pişik bolğan, öz yurtğa münasibetlik tarix, medeniyet hadislerini, danlıq şəxs, danlıq orun, danlıq bəxsatlarını qazıdığan, yazıdığan, sözləydiğan halət barlıq gəldi. Nəticədə hər qaysı yurtlarının namı bilen bağlanğan kitaplar köpləb nəşr qılındı. Hər qaysı yurtның namı bilen bağlanğan fəaliyyətlər köpləb uyuşturuldu. Bu arqılıq bir bütün milletning tarixi və mədəniyyətinə münasibətlik yeni məzmunlar yoruqlıqqa çıxıb, quruluş xarakterlik çoğ işlərini ro'yobga chiqarishga keng doirlik asos yaratıldı və imkoniyat hazırlandı. Qilishqa tegishlik ta'xirsiz zarur xizmatlar ro'yobga chiqish jarayonida ko'ptirma narsalarmi sodir bo'ldi. Mundaqcha aytganda, bu jarayonda ajdodlarining qahramonlik ish izlari haqidagi soxta to'qilmalar, quruqdan quruq pardozlab ko'rsatishlarmi ko'rilmay qolmadi. Chekdan oshirib etilgan, haqiqatdan chatlab ketgan, ishonchsiz asarlarni yezish nodonlik va chokinlik hisoblanadi albatta. Shubhasizki, bir odamni tug'ilib o'sgan yurti ko'p jihatdan tabiiy afzallikka ega qiladi. Bu afzallik uning uchun bir boylik. Masalan, yozuvchi Zordun Sabirning G'uljida tug'ilib o'sganligi uning ijodiyati uchun bir afzallik ham zo'r boylik. Agar Zordun Sabir G'uljida tug'ilib o'smagan bo'lsa, har qancha talantli bo'lgan ahvoldami, ona yurtdek katta romanni yezib chiqa olishi tas edi. Abdurim O'tkir Qumulda tug'ilib o'smagan bo'lsa, qalami har qancha o'tkir bo'lsa-mu, Temur xalifa va Xo'janiyaz hojilar yaratgan tarixiy voqealarni yezib, iz uyg'ongan zamin romanlarini barliqqa keltira olishi tas edi. Shunga biz biror tarixiy voqeani, biror yerlik madaniyat hodisasini, biror ijtimoiy faoliyatni, biror mashhur shaxsni xalq suyungidek holatda yezishga tutingan vaqtimizda o'sha yurtda o'sib yetilish jarayonida ko'rgan, anglagan, jo'g'lagan, o'ylagan, o'kingan, suyungan hissiyotlarimiz intayin muhim rol o'ynaydi. Bu hasılatlar biz yetiştirgen qobiliyat ve biz öğrengen muntazam bilimlerden hergiz töven emas. Men yurtumni ve yurttaşlarımni mana mushundaq tabiiy cho'nqir hissiyat bilan yaxshi ko'raman. Har qitim yurtum otishga borgan chig'imda xuddi Abdushkur Muhammad Eminning Stuq Bug'rahan qabrgohida nomli she'ridagi "Na davlat sayli qilib yurmak, nasl nusrat qatorida" degan misralarda aytilgan baxtiyorlik, davlatmanlik hissiyoti vujudimda to'lqin yasaydi. Bu aziz yurtimning top-toqir tog'lari, yap-yeshil bog'lari, qim-qim bozorlari, yantoq bosgan mozorlari, giralishib ketgan uylari, marishib yurgan qo'ylari. Aytavur, hammala demisi menga mansubdek tuyuladi. Hayron qolarligi, shu yurtning farzandiga shu yurtning hamma narsasi go'yo o'zining talduqotidek bilinadi ekan. Buningdagi sabab uning yiltizi ashu yurtda bo'lg'ashqa bo'lsa kerak. Mushundaq cho'nqir yiltizdan ishonch va xo'jayinlik tuyg'usining shakllanishi tabiiy ahvol. Ana shundaq ishonch va xo'jayinlik tuyg'usi bo'lg'ashqa yanchiqida 4 tangasi yo'q namorat dehqonmi chopinini beshiga qo'yib, yo'lning yaqsidagi daraxtning soyasida podshohdek xotirjam pushuldab uxlay oladi. Onun ko'nglida bu yurt mening degan cho'nqir ishonch bo'lg'ashqila shundaq baharaman yota oladi. Atush menga nisbatan ana shundaq yuksak xo'jayinlik ingimni uyg'otadigan aziz makon. Men uning tuprog'ida yiqilib qopib mengishni o'rgangan. Uning ingizliqlarida cho'qin silib vallay o'ynagan. Uning soylarida yugurib poda baqqan. Eriq o'stanglarida qora madakda qoriyib suvga cho'milgan. Qisqasi balaliqimdagi barliq bangboshliqlarim onunğa sir bo'lib ko'milgan. Keyin uchirma bo'lib yiroqlarga uchdim. Ko'p narsalarni ko'rdim. Tom kitoblarni o'qidim. Kim uchun, nima uchun yashashni o'rgandim. Vatan degan so'zdan boshqa gapga og'zim kelmas bir g'achiga aylandim. Tilikimdimi vatan, yuragimdimi vatan. Her qitim Mashhaddagi Sultan Stuq Bug'rahan qabrisi oldida O'rta Osiyoni yo'ritgan saltanat nurini seg'inib, o'zimni tinchab sukutda turgan chig'imda.
Eksaqdiki aka-uka Musabayevlarning haykali oldida o'tmish haqida xiyol surgan chig'imda. Azaqdiki Mamtili apandining xotira saroyi oldida alamlik tortgan chig'imda vujudim yangi boshdan poklanib, ona vatanim, suyimlik xalqim uchun qandoq ruhda yashashib zarurligini texmi cho'nqur his qilaman. Ajdodlarga bo'lgan varislik tuyg'usi, ona yurtga bo'lgan xo'jayinlik tuyg'usi odamning jasoratini urg'itib, mas'uliyat ingini texmi oshiradigan tuyg'udir. Bundaq tuyg'usi ojiz odam Tangritog' farzandi bo'la olishi notayin. Men aqli o'yg'oq boshqa yurtdoshlarimga o'xshashla otushdagi har bir o'zgarishga sezgirlik va mas'uliyatchanlik bilan ko'ngil bo'laman. Shubhasizki, otush yildan yilga taraqqiy qilyapti. Nopus qurilmasi o'zgaryapti. Iqtisodiy yaxshilanayapti. Kishilarning savollari ko'payyapti. Nazar doirasi kengayapti. Borgan sari sirtqi yuzlanyapti. Boshqalar yil sari otushni tushunyapti. Otush bir kichik shahar. Onun yer maydoni az. Nüfusumu avtonom rayonimizdeki odatdagi nahiyalarning nüfusi bilan o'xshash. Bar yo'qi 220 ming atrofida Uyg'ur, Xanzu, Qirg'iz xalqi bor. Uyg'urlar umumiy nüfusning 80%ni egallaydi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti qurilishidan ilgari otushning ayni vaqtdagi ma'muriy rayoni ichidagi umumiy nüfusi 46 mingdan ortiq edi. 46.681 Uyg'ur, 8 Xanzu, 63 Qirg'iz, 34 O'zbek bor edi. Aradan 60 yillar o'tgan bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, har millatdan tarkib topgan, kun sari shiddat bilan o'zgarib, to'nimaq tas bo'layotgan Otush Kunshan shahri ko'z oldimizda namoyon bo'layotganligini ko'ramiz. Otush kichik yurt bo'lishiga qaramay, Otushdan chiqqan to'kpikar azimatlar 100 yillardan buyon Xinjiangning har qaysi joylarida, turli sohalarda, har qaysi tarmoqlarda o'zlarining tegishli rolini joriy qildirib, o'ziga va yurtiga ko'plab shon-sharaflarni keltirdi va keltirmoqda. Avtonom rayonimizning hokimiyat sistemasida, fan texnika sohasida, madaniyat maarif sohasida, adabiyot san'at sohasida, tibobat sahiya tarmoqlarida, axborot tantarbiya o'rinlarida ko'rinarli rol o'ynab kelayotgan otush farzandlari oz emas. Bo'libmi savdo tijorat sohasida gavdalik natijalarni qo'lga keltirayotgan otush savdogarlari kishilarning qoyilligini qo'zg'amoqda. Savdo tijoratchilari qo'shini ichida Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'izistonlarda maxsus bozorlarni ochgan. Chegara savdosi qilib ta'sir qo'zg'ayotganlardan boshqa Urumchi, Xotan, Qashqar, Oqsu, Ko'rla qatorliq joylarda savdo binosi selish, zavod qurish, mehmon saroylarni ichish, o'ltiraq rayonlarni barpo qilish ishlari bilan shug'ullanib, jamiyatning taraqqiyot to'lqinlarida tirishib ilgirlayotgan sarxil boylar borliq kelmoqda. Nüfus ko'p bo'lmagan kichik bir shahardan har soha bo'yicha chiqqan shunchalar ko'p to'kkorlar kishining iftixorini qo'zg'aydi. Bu otushliqlarning taraqqiyotga agishib, raqobatga dodil qatnashib, mavjudligi uchun tinimsiz kurash qilayotganligini isbotlaydi. Albatta, otushdan to'kkor azimatlarla chiqmaydi. Talay tayini yo'q ahmoqlarmi? Al vatanning baxtiga qora sanaydigan ablaqlarmi? Putunga putlashib yuradigan arzimas axlatlarmi chiqadi. El yurtning gapi chiqsa, azvaylab so'zlab ketadigan, ammo ozroqmi badal to'lashni xohlamaydigan soxtpas amaldorlarmi? Pulning xo'jayini bo'lmasdan, balki bir umr pulning qo'li bo'lib yashab, go'rga kirib ketadigan dunyoparast boylarmi? To'g'ri xatoligi bilan hisoblashmasdan samsaqlashayli otushcha deb varqirab, qadamda bir qo'ymichilik qiladigan chala savat qo'shoqchilarmi? Qo'ymichilarning qo'ltiqidan chiqmay bichorlarcha yashaydigan, nemining sog'lom kulki, nemining kasal kulki ekanligini farq etolmaydigan kazzab kuldirgichilarmi chiqadi. Ammo ishonch bilan ayta olmaymanki, ko'plagan yurtdoshlarim tirishchan, mas'uliyatchan, zerak, jasoratli va mag'rur. Meningcha, otushliqlarning kishilik hayot qarshidagi negizlik aqidasini mangan avliyo, yotgan mumiya degan idiomga yig'inchoqlashga bo'ladi. Bu ularning tirishchanligini, harakatchanligini, o'zini aziz qilishning tub yo'li deb to'naydiganligini ko'rsatadi.
Biz Avtonom rayonimizning ichi sirtida xizmat, tijorat va ilm tahsil qilish bilan mashg'ul bo'lib atgan otishlarning sonining alohida ko'pligidan bu nuqtani his qila olamiz. 100 yillar ilgari nurg'un otish farzandlarining Anjan, Qaraqul, Ili, Bo'rtala, Cho'chak, Dörbiljin, Altay, O'rimchi, Qumul, Ko'rla, Oqsu, Qashqar qatorliq shaharlarda makonlashib yerlashganligidanmi otishlarning harakatchanligini, faoliyatchanligini ko'rib olib bo'ladi. Odatda mahallasidagi etis eriq bilan o'ylasidagi qotan katakka bir umr vog'linib hayot kechiradigan kishilarga qaraganda faoliyatchan, harakatchan, izdinish, tavakkul qilish ruhiga ega kishilarning rizqi nasibasi ko'proq, nazar doirasi kengroq bo'ladi. Mening ona yurtimni qizg'in suyish hissiyotim, ruhiy kechirmishlarim hamda yurtim haqidagi cho'nqur o'ylanishlarimdan kelgan. Men yurtimni tushunaman. Uni tushunib turib so'yaman. Qalbimda qaydab turgan bir muhabbat bor. O hergizmi yurtini oq qorni orlashtirib ko'zni yumib olib so'yadigan, boshqa yurtliqlarni qalbiga sig'dira olmaydigan nodonlarning qalbidagi asabiylik emas. Maqtanishga herisman yurtdoshlariga yaxshichoq bo'lish uchun ras yolg'on bilan hisoblashmaydigan, haq nohaqni surishtirmaydigan galbonlarning qalbidagi qarag'ularcha ulug'lash hissiyotimi emas. Mendagi bu muhabbat bir xil xo'rmas hayotiy kuch, bir xil bo'shashmas intilish, badal to'lashdan yonmaydigan bir xil jasorat, kurash irodasiga to'lgan bir xil qaysarlik tuyg'usi. Mening yurtimni so'yishimda iftixormi bor, hasratmi bor, o'kinishmi bor. Mendagi bu muhabbat haqiqiy, idrokiy va daxlsiz. Uning haqiqiyligi soxtalikdan xoliligidir. Uning idrokiyligi prinsipdan toymasligidir. Uning daxlisizligi ona vatanning muqaddas jon tomiriga tutashligidir. Ona yurtim otish, men seni so'yiman. Jahonda yurtini untiyalagan kim bor? 2008 yili yozildi. 2013 yili tuzitib to'liqlandi. Mazkur maqola Yalqin Ro'zning Uyg'unayotgan ajdod ruhi nomli kitobidan ilindi.